Furqat aka, bizani murojaatlar bo'timizga so'nggi vaqtlarda fuqarolar tomonidan rozigirish bo'yicha ham ko'plab savollar kelib turibdi. Rozigirishdagi ayyorchiliklar, nohaqliklar, aldab podarkalarni o'zlarini odamlarini bergan holatlari bo'yicha ham yozibdilar va bilamiz, siz rozigirish bo'yicha o'zingizni avvaldan tushuntirishlaringizni berib kelyapsiz. Bu qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlar uchun javobgarlik aniq ekanligi va buni har qanday turi, masalan, rozigirish bo'limi hozir bugun kunda internetdan buni xili turlari, variantlari ko'paydi va siz bu bo'yicha javobgarlik aniq ekanligi bo'yicha tushuntirishingizni bergansiz. Buni yurtdoshlarimiz ham o'zlari ko'rganlar, kommentariyalarda fikrlarini yozganlar. Endi esa bugungi kunda shunday holatlarni ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. Rozigirish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni shaklini, shamoilini sal o'zgartirib, xuddiki javobgarlikdan qochish maqsadidami, uni masalan bir konsert, tomosha faoliyatini yaqinroq qilib, bir shunday variantlardan qilib turganlarni guvohi bo'lib turibmiz. Endi shu yerda siz o'zingizni tushuntirishingizni berib o'tsangiz, bu holatlarda ular shu belgilangan qonunda ko'rsatilgan javobgarlikdan qutulib qolib bilamizlar? Sen aytchaksan, o'zi qonunda qimor tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'tirish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini belgilab qo'yib turibdi. Bu bo'yicha bizlar ham bir necha marotaba shu qonun kodeks talablarini aytganmiz. Lekin bular ya'ni undan qochib chetlab o'taman deb turli xil yangi metodlari bilan qilib turibdi. Mana tashabbular botda ko'rdim. Keyin shu izohlardan yozib qoldiriladi, murojaatdan bor. Ya'ni bir holatda keltirib turibdi. Ina bizni litsenziyamiz bor dedi-da. Litsenziyasi nima ekanligini ko'rib qaraydigan bo'lsak, litsenziyasi to'y, tantana, konsert, tomoshalarni o'tirishga litsenziya berib turibdi-da. Bu litsenziya qimor tavakkalchilik o'yinlarini o'tirish emas-da u. Yana bir xil holatda esa ina bu gel deymi, parashok deymi? Gelni deydi sotib olsangiz deydi, shundan olsangiz falon so'm pul to'lasangiz deydi, biza sizga deydi shu aksiya ishtirokchisi bo'lasiz deydi. Sizni deydi bilet beramiz. Bu lahatron-ku. Birinchidan gelni sotib oladigan bo'lsa, u chek bersin. To'g'rimi? Uni o'zi savdo qoidasi bor, u gelmi, nima ishlab chiqarilishidan qat'iy nazar, uni chek berish kerak. Ikkinchidan bir litsenziyani chiqarib turib, misol uchun bu yana bizda litsenziya bor, shu o'yinimiz bo'ladi, o'yinimizda ishtirok etasiz, shu falon artistimiz qatnashadi. Bu это всё lahatron-da bu. Bir непонятный narsalar, какой-то bir odamlarni endi shu daraja xitrlashib ketganimi, sira bunga yechim bo'lmaydi. Buni to'xtatib bo'lmaydi. Shu yerda bir savol tug'iladi-da. Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda diniy mavzudagi biron bir narsalarni tarqatsa, undan bunga tarqatsa, boshqa qilsa, uni darhol ichki ishlar xodimi yoki boshqa organ xodimlari, boshqa huquq organlari deymiz, umumiy ma'noda bunga chora ko'radilar. Bu axir qonunda ta'kidlangan-ku, diniy mavzuni sen olibsan-da, unga chiqaribsan, bunga chiqaribsan deb. Yoki bo'lmasa yana bir holatda ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentni haqorat qilsa, prezidentga nisbatan haqoratli so'zlarni yozsa, darhol unga nisbatan huquq organlari chora ko'radi. Axir mumkin emas. Bu Jinoyat kodeksida belgilanib turibdi, prezidentning haqorat qilish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Yoki diniy mavzudagi materiallarni tarqatish, saqlash, namoyish etish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deyapmiz biz kodeksda. Lekin shu kodeksni 278-moddasida qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deb belgilab qo'yibmiz. Lekin o'tirib yotibdilar, hech kim unga chora ko'rmayapti. Demak, ikkalasi ham jinoyat kodeksida. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni uchun javobgarlik ham, diniy materiallarni tarqatish, like bosish, u ham jinoyat kodeksida. Lekin qonunning bu qismi ishlab turibdi, qimor va tavakkalchilikka asoslangan qismi ishlamaydi. Nima deysiz, bu yerda moddiy manfaatdorlik bormi yo
nechikdir manfaatlar to'qnashuvi bormi? Uni bilishni xohlasam, bir 10 odam, 20 odam yig'inadi sen. Chiqdan fuqarolar kelinglar, shu mavzuni gaplashamiz-da. Sen darrov olib borib qolmaydilar. Sen miting o'tirib turibsan dedi. Vam kodeksda bor. Vam jinoyat kodeksida namoyishlar o'tkazish, miting, yig'ilishlar qilish bu ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi deb qo'yibdi. Bu bo'yicha lekin hech kim aytmaydi. Faqat ular ijtimoiy tarmoqda ko'radi, internetda ko'radidan darhol san chora ko'radi. Nechun miting etding, necha odamlar yig'nading dedi. Endi bu yerda savol tug'iladi. Xo'sh, prezidentni haqorat qilsa jinoiy javobgarlikka tortiladi, to'g'ri. Yurtdoshlar, men aytib o'tayim sizlarga, kommentariyada ayrimlar shuning haqoratli so'zlarni ishlatadi. Prezidentga nisbatan haqoratli so'zlarni ishlatish bu jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shuning uchun iltimos siz qayerda o'tirgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, umuman haqoratli so'z ishlatishni yoki prezidentning oilasini, prezidentning o'zini munosabat bildirishdan avval jinoiy javobgarlikka tortilishingizni yaxshilab o'ylang. Siz qaysidir holatdan norozi bo'lishingiz mumkin, lekin bilingki, hatto men ham qo'limda nechadir xodim ishlasa, men o'zimga javob berganim bilan xodimlarimga men javob bera olmasligim mumkin. Ular qonun buzilishi boshqacha, uning uchun har kim o'zi javob beradi. Aynan davlatda sodir bo'ladigan narsalar ham hammasini prezidentni ayblayverish ham bu noto'g'ri tushuncha deb o'ylayman. Xo'sh, mavzuga qaytamiz. Buning holatlarda prezident ariza bermaydi. Lekin shu fuqaro topiladi, chora ko'riladi. Miting o'tirilganda hech kim ariza bermaydi. Lekin u topiladi, chora ko'riladi. Diniy mavzuni tarqatgan vaqtida, "Ina shu odam diniy mavzuni tarqatdi. Bunga chora ko'ringlar" deb hech kim ariza bermaydi. Lekin unga chora ko'riladi. Xo'sh, nechun 278-modda bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'rib turibmiz-ku, ochiq ko'rinib turibdi. Reklama qilinadi. Nechun unga chora ko'rilmaydi? Yurib turibdi. Shu seni bilgan, meni bilgan narsani ular ham biladi-ku, to'g'rimi? Nechun unga chora ko'rilmaydi? Men ham charchab ketdim bu masalada. Meni ularga nisbatan adovatim yo'q. O'tirsa o'tiraversin. Rozigirish etadimi? Artist litsenziya olib turib, litsenziyasidan boshqa maqsadda foydalanadimi? Yoki boshqa yana bir narsa qiladimi? Qilsa qilaversin. Men ularga hech nechga adovatim yo'q. Lekin bor. Qonun buzilishi bor. Bu holat yomon-da fuqarolar. Ya'ni fuqarolar chiqadidan nechun bunga chora ko'rmaydi? Bunga chora ko'radi degan savol bo'ladi. Shuning uchun biz ham majbur bo'lamiz bu masalalarni muhokama qilishga va buni yoritishga. Agar men bu masalani muhokama qilmasam, sizni undan tilingiz qisiqmi yoki siz ham rozigirish o'tirasizmi? Nechun bu masalaga e'tibor bermaysiz degan odamlar bo'ldi. Shuning uchun biz bu masalani takror aytdik, biz rozigirish qilmaymiz, biz uzunli narsa qilmaymiz deb. To'g'rimi? Bu masalada o'ylaymanki, ko'proq huquq organlari shug'ullanishi kerak. To'g'ri? Rozigirish 2000 bilet, 3000 bilet sotib turibdidan 6000. 6000 bilet ha? Necha so'mdan uni har biri? 200 ming so'm. 200 ming so'm. Demak, buni 6000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu bo'lyapti 1 milliard 200 ming so'mmi? Shunday pul chiqyapti. Xo'sh, endi necha so'mlik sovg'a qo'yadi unga? 500 millionlik sovg'a qo'yami? İçine girip o'rganadigan bo'lsangiz, men bir sal qiziqib ko'rdim. 400 million so'm deb qo'yib turgan mashinalar ham aslida 200-250 million so'm olib turibdilar mashina. O mashinani klonin remontdan chiqarib, hamma yerini taxlab, kerak bo'lsa probyektlarni ham tushirib, paket mashina deb turib rozigirishda o'ynab turibdi. Uni unda o'tgandan keyin 200 ming so'mga 20 millionlik mashina o'tib oldi. Nima deb e'tiroz bildiradi? Misol shunda. Doğru, 200 milyon deb qo'ygan mashina aslında bozorda 100 milyon bo'lishi mumkin-da. Ya'ni aytchaksan, umumiy qiymatda o'zi 1 milliardlik bilet sotsa 400 milyon so'mlik sovg'a qo'yadi. O bir o'yindan 600 milyon daromad ko'rib turibdi-da, ya'ni 600 milyon daromad ko'rgandan keyin qonundan buzadi, qarordan buzadi, davlat ham hamma narsaga qo'yib-qo'yibman deydi-da. Xo'sh, buni agar davlat befarq bo'lsa yoki huquq organlari qonun buzilishidan befarq bo'lsa, nima bo'ladi? Oqibat nechik bo'ladi? Oqibatda ikkinchi qonun buzilish yuzaga kelib boshlaydi. Bugun biz davlatni haqqini yegan, birovlarning haqqini yeganni korrupsioner, firibgar, o'g'ri deb turgan bo'lsak, ularni nima deymiz?
Xo'sh, endi savol tug'iladi-da, mantiqli savol. 6000 odamni pulini bir odamni mashinli qildik. Keling, biz agar shunchalik mehr saxovatli, adolatli xalq bo'lsak, shu rozыгрышsiz hammamiz 200 ming so'mni tashalidan bugun bir kambag'alga yordam beradi. Keyin yana birsini qiladi, keyin yana birini qiladi, to'g'rimi? Yoki biron bir nochor yotgan bir ta'lim muassasasi, nochor bir og'ir ahvoldagi tibbiyot muassasasini qiladi. Biz shunchalik yaxshi ekanmiz. Men bu gaplarni aytishimni sababi, ya'ni eshakni qamchi yeyishini eshak sababchi bo'ladi. Egasi o'zini o'zi qamchi urmaydi unga. Eshak 100 ming qolsa qamchi uradi. Xalqni aldanishına kim sababchi bo'lib turibdi? Xalqni o'zi sababchi bo'ladi. Sababi bo'lmag'ur narsalarga qiziqamiz. To'g'ri, kimdir utib oladi, lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Biz 6000 odamni haqqini bir odam olib berib turibmiz, o'rtada arqa odam esa shuncha foyda ko'rib turibdi. U na daromad soliqi to'laydi u, na boshqa soliq to'laydi u. Пожалуйста, bemalol o'tkazish mumkin. Rozыгрыш o'tiradimi, boshqa lotereya o'yinlarini o'tiradimi? Buni o'rnatilgan tartibi bormi? Ya'ni qanday bo'ladi? Bir firma tashkil qiladi, bilet tirajlarini chiqaradi, komissiya tuziladi. Komissiya davlat tashkilotlaridan xodim olinadi, o'zlarini shu jamiyatdan xodim olinadidan, ya'ni shaffof bo'lish kerak. 6000 bilet chiqardimi? 6000 tiraj bo'ladi. 6000 tirajni bu ham unga bog'liq bo'lmagan bular bilmasligi kerak u tirajlar kimga tushganini. Endi rozыгрышda agar men rozыгрыш o'tiradigan bo'lsam, vijdonsiz odam bo'lsa, bir iymonsiz bo'lsa, rozыгрыш o'tiradigan odam endi buni bir vijdonli deb aytish ham bir qiyin narsa. Shunday odam bo'lsa, biletni aylantirib, sotib, aynan sen bilan kelishib turib, "Chavlon, sen 200 ming bilet olding. Sana shuni chiqarib beraman. 500 millionlik mashin. Sen bana bir 100 milyon bersang, ben sana shuni chiqarib beraman" deb, yani barabanni aylantirib, aynan shu biletni üstüne birazgina sal bu glansoyroq qog'ozda qo'yish mumkin, to'g'rimi? Skotch bilan ichini yopishtirib qo'yadi. Ichini yopishtirib, o'zi biladi-ku endi uni. Ya'ni kartyoshniklar metka qo'yadi-ku. Aynan kartada utaveradi. Chunki kartasini ustiga metka qo'yib qo'yibdi-da, shuncha aynan qargan vaqtida shu kartani o'zina tashiydi-da. Shunday yo'l bilan ham bu qilishi mumkinmi? Ana shuning uchun shunday vajlar sodir qilinmasin deb, shaffof bo'lsin deb komissiya tuziladi-da. Komissiyada kuzatuvchilar birisi din va musulmonlar idorasidan olinadi bir odam. Birisi moliyadan olinadi, birisi mahalliy hokimiyatdan olinadi odam. Birisi agar futbol yo'nalishi bo'yicha qilinayotgan bo'lsa, u sport sohasidan olinishi mumkin-da. Shunday deb komissiya tashkil qilinadi. Ya'ni turli tashkilotlardan xolis umuman bunga aloqasi bo'lmagan odamlardan komissiya tuziladi. Tiraj o'yin bo'lib o'tishi haqida o'yinni o'tirayotgan tashkilot shu kuni xabar topadi, kimlar komissiyada qatnashishidan. Ana shunda bu shaffof bo'ladi. Endi buni biz yuqorida to'xtalib o'tgan daromad soliqlari, soliq to'lovlarida tekrar 1 milliard so'mlik bilet sotadigan bo'lsa, u 600 milyon, 500 milyon, 800 milyonni o'zi belgilab sovrin qo'yishi mumkin. Sovrinlarni topshiradi egasine. 1 milliard so'mlik bilet sotadi, 500 milyonlik sovrin qo'ydi misol uchun. 500 milyonlik sovrinni odamlarga topshiradi. 500 milyon so'm qolgan ko'rgan foydasidan soliq to'laydi. Tushundingmi? Ana o'shanda bu halol bo'ladi, shaffof bo'ladi va qonunlarga asoslangan bo'ladi. Biz buni bir necha marotaba aytib kelyapmiz-da. Bu aynan shu sohada ishlaydigan davlat organlari, huquq organlari. Endi hurmatli fuqarolar, bu savollarni siz biza bermang. Bu savollarni siz aynan shulara vakolatli bo'lgan tashkilotlarga bering. Nechun aynan vakolatli organ tashkilotlari shu holatlara panjara ortidan qarab keladi?
Nechun? Nima yozadi odamlar bu yerda? Shundan bo'ldi, aldanib qoldi. Birisi boyaqada chiqibdi. Ana bu bir nada o'yin o'ynabdi ekanlar, shu o'zlarimizni Xorazmda. Bir narsa shou demay, yaqindan gel sotam ekanlar. Shu yerda mashina o'tib oldim dedi. Shu mashinani berishim uchun dedi, mendan dedi 30 million, 50 million so'm pul so'rab turibdi. Ishning to'lovlari bor, shuni berasan, mashinani olib borib beramiz deb dedi. Qarasana. Yani gapimni chala qoldi. Hozir aytdim-ku, 250 million so'mlik mashinani remontdan chiqarib, probegini tushirib 400 million aytib berib turibdi-ku. 400 millionlik mashinada reklama qilib turibdi uni. Подоход налоги deb 40 million so'm pul olib turibdi uni, utgan odamlar. Shuning uchun bahosini ko'paytirib, toza mashina etib ko'rsatadi-da u mashina. Подоход налоги o'tib bo'lgandan keyin bu mashina 400 million edi, 10% mi ekan подоход налоги? 12% bo'lganda 40 milliondan ziyodroq bo'ladi-da. Shuna bo'lib turibmi ekan? Ha, biza to'laymiz deb, lekin shu o'tgan fuqaro murojaat etmaydi-da, u ariza bermaydi. U o'tdi axir uchun. Orqa ko'yganlar beradi bechora. U Rossiyada o'tiribdi-da ular. Endi siz hozir aytishingiz mumkin-da, yana biz bu bo'yicha tushuntirish berdik. Ya'ni diniy mavzu, boshqa mavzudagilari shunday chora ko'radi, bizlari chora ko'radi, topadi, qidiradidan unga jinoyat ish qo'zg'aydi, bunga qilmaydi ekan deb. Xo'sh, bunga qilish uchun nima etish kerak degan savol bor. Nechun qilmaydi? Yaxshi, davlat qilmaydi degan shuni. Davay shuni qiladi, qilsinlar, shuni to'xtatsinlar shu ishni. Qachongacha aldanib qoladi deb. Chunki shunday holatlar bo'ldi, bizlar ayollari keldi. Eğer Rossiyada uyina pul vermeydi ekan. Ko'rishib o'ynatik ekanda. Endi uni kallasidan sen qan bir gün utaman men baribir shuni deb. Bir gün men shuni utaman, uyima shu mashin bilan boraman deydi u. To'g'ri, endi u bechorani ham tushunish mumkin. Umri bo'yi o'zi bilan ishlab o'tdi, bir kattaroq mulk bilan yoki bir kattaroq qo'lga kiritgan boylik bilan uyina galasi keladi. Mahalladoshlari, qarindoshlari, do'stlarlarining arasında şu o uttu молодец degan gapni eshitasi keladi. Lekin ishoning bu ya nasib etadi, ya nasib etmaydi. Mingdan bir odamga nasib etadi. Mingdan bir. Lekin sizdan nechasizlar? Million Slavyanda. To'g'rimi? Mingdan biri o'tib turibdi. Endi sizga savol. Fuqarolar, shu narsalarga qiziqmasangiz, shu pullarni shuna tikmasangiz, shu pullar kisangizda qolsa, yaxshi niyat qilsangiz, yaxshi duo qilsangiz, yaratgandan so'rasangiz, siz rozıgırışsız ham, o'yinsiz ham olishingiz mumkin bu narsalarni. Lekin biz qonun buzilishlarına nechalik o'zimiz moyil bo'lsak, shuning uchun ham bu narsalar rivojlanib boraveradi. Bugun siz utganingiz bilan o'ylamang, siz shu qonunda taqiqlangan, dinda ham harom qilingan bu narsa. Biz uni din ulamolarini shu mavzuda aytgan tushuntirishlarini ham aytib edik, qo'yib berdik. Bu harom hisoblanadi. Bunun qimor o'yinlarini o'tirish dinda harom hisoblanadi deb aytganlarni ham qo'yib berdik. Demak, dindan harom qilingan bo'lsa, siz shu o'yinni o'ynasangiz, siz gunohkor bo'lib qolasiz ekan. Ham qonun buzib turgan odamni keyingi qonun buzilishini siz unga yordam bergan bo'lasiz, ham ertaga oxiratda o'zingiz ham gunohkor bo'lib qolasiz. Endi bo'lmasa bu mavzuga biz chek qo'yishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'lmasa bana buni ro'yxatlarini beringlar. Aynan qaysi blogermi degan boshqa o'zi bloger bo'lmasa ham artistmi, showmenmi, kimlar agar rozıgırış bilan shug'ullanib o'tirgan bo'lsa, birma-bir ro'yxatini menga berasan, men o'zim bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini yozma ravishda xat chiqaraman. Qani buni ham ko'radi. Agar hech sizda shu rozıgırışchi meni aldadi deb murojaat qilmagan bo'lsangizlar, murojaat qilinmaganligi sababli biz bu holat bo'yicha chora ko'rmadik, ish qo'zg'atmadik deb ichki ishlarga rasmiy munosabat shuningdan beradigan bo'lsa, mayli murojaatni biz qilamiz. Biz murojaatni qilamiz, qani kutamiz, bizni murojaatimizga ichki ishlar deb javob beradi. Chunki bu videolarda barchasi mavjud, bor bu. Agar bu holat bo'yicha hech kim murojaat qilmagan yoki bo'lmasa bizni murojaatimizda ko'rsatgan kanal, YouTube kanalimi, Instagram kanalimi, qaysidir kanallar shu rozıgırışda o'tirgan bo'lsa, bular yo'q, men o'tirmadim, boshqa etmadim deydigan bo'lsa,
Bu bo'yicha siz internetga kirishingiz va internet orqali ularni rozigirish bo'yicha o'tirgan yoki rozigirish o'tirish haqida bergan e'lonlarni ko'rib turib javobgarlik chorasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz sababini qilamiz, yozma ravishda beramiz. Yurtdoshlar, endi mavzu ko'p, to'g'risi hamma narsaga vaqtimiz yetmaydi. Men bu yoki prosmotr uchun yoki bo'lmasa kontent qolmaganligi uchun bu mavzularni muhokama qilmayman. Allohga behisob shukrlar bo'lsinki, hammamizning ishimiz bor. Xodimlarimizning ham o'ziga yarasha ishlari bor. Hech bundan ortishmaymiz. Lekin orada bu mavzularni qilamiz, sababi mana bir shiarim bor, befarqlik baloga yetaklaydi. Ya'ni biz bunga befarq bo'lmagan holda munosabat bildiramiz. Ham qonunlarda huquqlaringizni bilib borishingizda biz mavzularni qilib boramiz. Shu sababli bizni sizdan iltimosimiz ham bo'lib qoladiki, shunday mavzularni ko'proq muhokama qilishimiz, ko'proq tarqatishimiz, kelgusida yoshlarning fikrini bo'lmag'ur narsalar bilan zaharlanishidan biz oldini olishimiz kerak bo'ladi. Biz befarq bo'ldik to'g'risi shu vaqtgacha. Endina muhokama qilib yotibmiz, Xitoylar kelib keldi, Xitoylarning kelishi nov bo'ladi, nechik bo'ladi deb yotibmiz biz. Lekin undan oldin yotmadik hammamiz. Serial ko'rdik, Santa Barbaradan boshladik. Mustaqillikka chiqdik, Santa Barbara ko'rdik. Yana ozgina vaqt o'tdi, Koreyaning kinolarini ko'rib boshladik, to'g'rimi? Endi bugungi kunda o'zbek kinolarini mantiqsiz bir tushunning kinolar bor endi. Umuman madaniyat, ma'rifatga zid bo'lgan kinolar bor. Hali bu bo'yicha alohida biz mavzu qilamiz. Sen shu kinolar bo'yicha aynan mana narsalarni tayyorlab, bu bo'yicha biz alohida mavzu qilamiz. Shu kinolar ham bugungi kunda lekin dum o'tlashtirib berdi. Yoshlarning ham kallasini buzib bo'ldi, hammanikini buzib bo'ldi. Ko'rdingizlarmi? Befarq bo'ldik biz, lekin nog'a kelib qoldik. Siz e'tibor qiling, Yaponiya, Germaniya rivojlangan davlat deymiz. Lekin shularning o'yinda televizorlarni ko'ring qani? Televizor ham ko'rmaydi ular. Bular bu narsalarni o'zi yomon ekanligini bilib yetganlar. Bo'lmasa mavzumiz shunday, biz bu bo'yicha xat chiqaramiz va buni ma'lumotini beramiz. Bugun Javlon buni tayyorlasa, xatini qaysi kanalda ekanligini yozma ravishda rasmiy tarzda murojaatnomamizni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziriga shaxsan o'zimning nomimdan yo'llab, shularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni va bunday qonun buzilishlarga chek qo'yishini so'rab murojaat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ushbu videomizni ko'proq tarqating. Qonun buzilishlariga befarq bo'lmagan fuqaro sifatida bunday holatlarni oldini olishga ko'maklashish maqsadida videoni ko'proq tarqatib, obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va bu haqda boshqa fuqarolarga ham tavsiya qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.